Salam dangla degan naqshini bir anglab baqayli. Salam dangla. 大家好，我是爱海地类似新疆阿克苏温苏县。Yaxshimsizlar? Ismim Ahadjon Maham. Kasbim kishilik klublarda naqsh etish kasbi bilan shug'ullanaman. Men kichigimdan san'at oilasi dunyoga kelgan. Tunji qora Ipak yo'l sadasi programmamizni ko'rgandan tortib ta hozirgacha to'liq ko'ryapman. Shuningdan keyin Ipak yo'l sadasi programmamizga bir qatnashish orzuyim botdi. Bu da 5-qora Ipak yo'l sadasi programmamizga o'ngishli o'tibdiman. Mush munosabat bilan o'zimningki bor bo'lgan ortiqchiligimni sahnada bir namoyon qilmoqchi.
Aksu unsurun otlu salamlarını sizlerge ettim. Telu salam. Baykın Nakşı'da. Ben taxı ili yançıqıdan çıqdı. Salamda anladı demasın. Yaxşı aytdın. Men tax seni gulculuq bala oxşaydı depdim qara. Qana deysem şununğa. Bek xoş bulduğum bir iş, 3 muallim sana qayilliqini bildirdi, dastlabki qayilliqini. Yani davamlıq mushu ustozlarning yaxshi bahosiga erishgan deb o'ylayman. Keyingi qadamlarda billa mangadigan bo'ldingda hisobda. Shuni biz oldida ma'lumlarning fikrlarini anglab baqayli. Yaxshimisiz? Bu naqsha bizning shu badiiy naqshchilikning ichida ijro qilish qiyinlik darajasi yuqori, keng ovoz imkonlariga ehtiyoj bor va uningdan boshqa bir odamda bir qalb bir naqshchi bo'lishga hozirlanadigan bir shartlarni shundoq nima qilgan iltimos qilgan bir naqsha. Shunga bu naqshini jiqadam yaxshi ko'rdi, lekin aytishdan sal ansiraydigan qiyinlik darajasi yuqori bir naqsha. Sizningki birinchi qitim ovozingizni shu birinchi qitim aytishingiz siz menga bir xotirjamlik tuyg'usi berdingiz. Ovozingiz bir xil cheksizlikka, kenglikka, andiki shu nimalik ega, cho'nqurlikqa ega va ovozingizning imkonlari bu naqshning uddasidan chiqa oladi ekan. O'zingizdikimi shu naqshini cho'qim yaxshi aytib ketalaydiganga shart-sharoitingiz bor ekan. Shuningga men shu boshdalam menga bek yiqib ketdi va menga bir xotirjamlik tuyg'usi berib, oxiri cho'qim yaxshi bo'lganligiga ishonch qilib o'rildim. Şuna? Shuningga kelsangiz, men sizni qarshi olaman. Men beshida anglab 40 yoshlar atrofida akash aytibdi. Shunda tuyg'u berdi ovozni. Qarasam sizkensiz, voy yosh bolaga taxi dedim. Endi hozir necha yosh kirdingiz? 27 yosh kirdim. 40 yosh. Lekin ovozingiz hozir aytishgan ma'lum deb o'tdi. İmkaniyeti çoğun, xil jiq ishlarni qilib bo'ldigan ovozga. Endi men odatda o'quvchilarga dars o'tsammi deydiganim, men ovoz yuqoriga chiqqan sira biz ustiga tanchik tiqolmaymiz-ku. Shu cho'qim bir xil pastga bisilgan yoki pastni o'ylagan holat. Masalan, eng muhimi shu tapanning ostiga kirib ketsin deymiz. Shundoq bir bisilgan holat, qarama-qarshi holat bo'lishi kerak-ku. Masalan, ovoz ustiga chiqadi, nafas pastga tushgan, bunday holat bo'lsa, texmi rohat eta olasiz. Mushu narsaga diqqat qilsangiz, sizda taraq qilish bo'shliqi beklam kengirga, bekli cho'ngga. Şuna sizin demekçi bo'lgansiz. Ayşe mantalısınız paydansız. Bir-biriga hurmat qilib o'zladikkan. Aygılmalım talısınız biz ziyan yok mu? Niye bir malum bor vallahi taqa. Tegish qilma bir bilan. Bizlar yaxshi narsalarni bir sirsimizga qilib Öz ko'nglida ishtirib o'tamizda. Ya qo'ynimdan cho'kilsa qo'ynimga deb bola ikkisi o'z ko'nglida qaysimiz bo'lsa deyishib qolganda qildi. Chiqdi birsi bor. Muaddirning gapini olaydi. Men bir qarasizlikka qilay. Bu enimdan boy degandek haqiqatan birinchi misrasida men shu eli tarafdan deb o'yladim, endi yoshga cho'ngroq deb o'yladim. Bu yoshga cho'ngroq deb o'ylab qilishda ovozning pishqanligi endi. Bayniyoz deyishayotganimizdek ovozda azroq charchash, buzilish bo'lgan bilan hissiyot nihoyatda uzilmaganlik, hissiyot buzilmoqlikda. Shu mush ovoz bilan Mavlonninki guruhiga kirib, amabab shakldagi Mavlonning xarakter uslubidagi ash shakldagi naqshlarni aytib beqishni o'ylash baqsangiz bo'lajimi? Men milliy uslubda naqsha aytishda mush masalan biz hammamizni ilidimiki digizib qo'ydingiz emasmi? Demak, men milliy uslubda hali yaxshi mahorat bo'libdi. Ma'qul uslubda Mavlonning guruhiga kirib, o'zingizga qaytib bo'lishga aytibsiz, bu yaxshi bir tanlash. Birisini kayfiyat qilish boshlanib ketdi. Biz Mavlon malimning gapini bir anglab baqayli. Endi bayam ustozlar dedi biz keyin bir simap ko'z oldimizda ekab boqamiz degina bir naqsh aytilayotgan vaqtda mening ko'z oldimga shu nayt uruq bo'yi egiz mushunda bug'diyku va bir shundoq ovoz bombon chiqadigan bir balla bor o'zi uruq egiz. Shundoq bir ko'z oldimga kelganda
Örilip bağınken qarsam da emasken men golculuk dep oylaptım. An özem endi bu pırak golcu pırak naqşı qoy hesapta. He. Özem golcunun ilxilq naqşlarini yaxşı görme. Yaxşı görgendim men alqı aş bir türküm muşundaq avazına ait merdane çıkıdığan Abdul Şakir akimiz deymiz, Ahmetça Ahtama akimiz deymiz, Turganka mesela. Yalqın akimiz. Muşundaq hatta bizden şu burunqa Abdüveli Jarlayev ustazımızın avazı aşındaq. Ben muşundaq bir türküm aytılğanların avazını alaydı yaxşı görmen ço. Şuna men öyrüldüm. Bu naqşdımı bek huzur aldım. Aslında aytışыңdıllam xile golcunun yerlik golcu çoğ oğalla aytadigan bir pırak çıkıdı. Men endi başqa istemeymesin aqla. Men amsapsız alsanız merdimeyme qağılla bolsa mening yanıma kelsen biz keyin yolunu bilmez mansaq demekçi. Hareketlerini aldın mı? Ben endi sizden bir sorap baksam, sen unsu naiste nime iş kılıvatsa? Ko'ngil klublarda naqsh kasb bilan shug'ullanyapman. Demek bu zade bizning yesqinimiz to'g'ri kunda naqsh aytdi bu. Ovozdagi pishiloliq ash so'rinlarniki asoratdi. Adam bunun naqshini bir anglagandan keyin aloqalar to'xtamay so'ringa chaqirdigan dutta tamirga naqsh aytdigan bir odamning yaqi obrazi keldi-ku, ya qarab turgan vaqtdan oldi. Herib charchab bugun bormaydi istaxa. O'sha gün beribsa bugun nima kelmaysa deb yana bir og'insa ketgan. Ashunda naqsh aytibchi charchab ketgan bir ovozning obrazi bor. Sening uningda. Demak sen kunda klublarda naqsh aytyapsan-da. Ha. 3 muallim o'zi xalovatida seni o'z qo'shiniga elishni. Vaqtni ching tutib sening fikringni anglab aqlimli. Ya bo'lmasa, ha? Ha, ben hoş oldum. Onda bo'lsa. Mening oxirgi talashim. Mevlam men ustozim. Mübarek olsun. Salam danglar namlıq naqşınız bilan sahnimizda barchamizga yo'llagan salomingіз ustozlarning moyilligi bilan javobga erishdi. Ustozimiz Mevlan Memtimin sizdagi talantni qezib chiqarib, bizga texmi nodir asarni suna oladiganligiga. Ben şu salam danglar degan naiti katta naqsha bu, naiti klassik nadir naqsha. Bu naqshni naiti yaxshi aytdi. Ondan Ahadjonning ovozlimi bir xil mardonalik, erkaklik şu golcu naqshlarning puruqidagi men yaxshi ko'rdigan bir narsa bor ekan. Shunga men Ahadjon uchun o'rildim. Ahadjonning shu Yangi Nur guruhiga kirganligini chindirdim. Bilmalim, siz bir naqshi e'lon qilib bering. Unda olsa seni deymu diye naqshni alab baqamdiq. Taja havoshi lezu saçı içende Mehmet Hican. Köpçülük yaxşımısıla ben yerken naşını gelgen Mehmetcan bolaman. Bu yıl 31 yaş girdim. Yaxşı gördüğün kesbim sanat yani naqshi aytish, muzikchilik. Bu vaqtim İpek Yolu Sadasi programmasiga qatnashdiki maqsadim o'zimningki sanat jihatdagi naqshi aytish jihatdagi bilimlarimni mukammallashtirish, ana shundaqla ustozlardan ta'lim tarbiya ilish. Eng oxirgi nishonim o'zimdagi bor bo'lgan alaylikni to'liq joriy qildirib, az bo'lsa-mu muvaffaqiyat qozonish. Seni deymiz seni deymiz seni görmey ölemem seni deymiz seni deymiz ya seni görmey ölemem seni görmey ölüp kessem muradımga yetemem
seni görmey öler ölüp kessem muradımga yetemem oy aydaymışsın oy kündeymişsin oy aydaymışsın Batındaydı, yandığındaydı, meylim seni. 80 kamça vurgan bilen, yarım seni. Batındaydı, yandığındaydı, meylim seni. 80 kamça vurgan bilen yarım seni yollayamam yolunu bilsen men yarımni izleyeceğimni haklar bilsen yollayamam yolunu bilsen men yarımni izleyeceğimni haklar bilsen oy aydaymışsın oy kündeymişsin oy aydaymışsın oy gülümdeymişsin Hürmetli ustozlar, men yakandan kelgan Mehmetjon bo'laman. Bu yil 32 yosh kirdim. Kesh klublarda naqsh aytaman. Xo'p, yaxshi aytding-da, lekin tajribasi bor naqshida qildi bu bola. Menimcha. Bek yaxshi bir ish bor. Sen bildingmi, bilmadingmi, ko'zingni shumib uqmadim. Ayshigul ma'lum aylandi. Xo'sh buldum, Ayshigul ma'lum aylanibdi. Shuningdek, biz Ayshigul ma'lumning sen to'g'riliq so'zlariga quloq solamiz. Lirik yuqori ovoz deymiz buni Aygul ma'luma. Lirik. Çünkü yumuşak bir ovoz bor. Qayoqqa apasangiz shu yoqqa ma'nir ekan. Hech qanday masala chiqarmay ijro qildingiz. Lekin charchab ketganlik ko'rinib turibdi. Aslida bu umid bor ovoz ekan to'q. Aslida tegidan yaxshi bir ovoz ekan. Hamda 32 yoshga kirganligingiz ovozingizni ma'lum shundaq aplab shundaq bir did bilan aytdingiz. Shuningga men o'rildim. Bundan keyin ovozni sal asrab qo'yinglar.
musobaqa qatnashayotgandan yüz xotirasidan bo'lsa 8 kun bir naqsh etmay turib yiqinglar qana bo'ldi ekan kechasi uxlanglar balduroq mushunda charchab ketgan ganjosi va musobaqchilar cho'qim o'zingni ajrab atraf qo'yanglar musobaqa uchun kelib seni deymi muhammadjon ahad ovozingizda yangragan bu naqsha ko'ngillarga izgu tuyg'ularni baxsh etish bilan birga Oyshugul Muhammad ustozning moyilligini qo'lga keltirdi. Ustozingizning yetaklashi bilan keyingi bosqichlarda texmi zo'r umidlarni sizdan kutamiz. Muhammadjon ahadniki meni birinchi qoyil qilgan ovozi pishqan ovoz. Ya'ni kelib ommabop naqshi uslubida, ya'ni xalq naqshlari yo'ldagi ommabop naqshi deymiz. Texnik jihatdan yoki hissiyot jihatdan yoki ovozini ifodalash va shu naqshning hududisidan chiqish jihatdan meni o'ziga nima qoyil qildi. Men Muhammadjon ahadni o'zimning guruhimga mayil qildim. O'zimni rozilik bilan mening guruhimga keldi. Men o yigitni qarshi oldim. Qaranglar bollar. Hurmatli ustozlar. Ashna ya? 大家好，我叫阿伊斯古里阿布雷提，来自卡什。Köpçülük yaxşımızlar, ismim Aysuygul ablat. Qashqardan keldim, bu yil 21 yaş. Mening İpek Osodasi programmasida qatnashgan nishonim o'zim bo'lgan kamchiliklarni bilish, anandagi muallimning ma bo'lgan yaxshi fikr talablarini bilish, anandan keyin o'zimning o'rganayotganim go'zal ovoz bo'lganligi uchun, go'zal ovozda texnik taraqqiy qilgan shuning uchun mish programma qatnashdim.
yaxshimisilar? İsmim Aysugul ablat, Qashqardan keldim. Bu yil 21 yosh. Nimish yig'laysiz saqam? İnşallah hayacandan belki. Yılmadan çıkıyor. Bunun işi oldu. Aygül muallim yığıltıp demez mi? Manda işte. Beni pek tesirlendirip ettiniz. Senet hakikaten müştak buluş gerek. Müştak güzel buluş gerek. Keçiringlar, bek setiş qildim. Özüm faqat tuta olamadım. Çünkü Aysugul mening qo'limda o'qiydi. Hozir 2-yillikda, 1-yillikda Aysugul kelgan vaqtdagi ovozi qandaq Aysugul o'zi biladi. Hozirgi ovozi qandaq. Mushu jarayonda bizning tatgan jafolarimiz, nurg'un og'inishlar, silkishlashlar bo'lib ketdi, lekin Aysugul shundoq chidab hammasiga men cho'qim badash bermam olib, nima desaz ben shuni qilma degachga, men hozirgidek shundoq chiroyli holatga keldi ovozi. Endi bu o'zinglar bilasizlar, bu yenzi degan naqsha qozoq millatimizningki shundoq chiroyli asari, lekin buni shundoq chiroyli holatda o'rinlamoq bektas. Nurg'un naqshlar o'rindaydi, lekin u yenzi degani qarilg'ach amniyat yengil narsa u. Uçalaydigan narsa, lekin biz bek ig'irlashtirib aytib qo'yamiz. O yerda mağadigan yenzi o'qoldi, cho'qalg'ach o'qoldi. U osmon uchish kerak, keng qora bo'shliqda parvoz qilish kerak. Mushundaq holatga akelmak oson emas. Hatto shu shirkatning oldida biz dars qilgan vaqtda, ufqam men mundaq hal qilayli, ayan andaq hal qilayli deb nurg'un masalalar botdi. Men ko'nglimda hey isib qandaq bo'lar deb xiddakida andishdi. Yana 2 kun oldida tig'yan aloqalashgan vaqtda ufqam cho'qqum hissiyatga diqqat qiling, ifodalashga diqqat qiling. Mushu qarliga cho'qqum erkin bo'lsin, herkes qapaziga qarliga cho'qqanmisin. Deb shunchalik degan haqiqatan o'rindadingiz. Meni bek tasirlantirib etdingiz. Men siz uchun xush bo'lib ketdim, rahmat. Ma'lumotdan rasmiy bir ajoyib bir yaxshi bir bahosiga erishdingiz. Mana mushu sizni ko'klatadi mana endi. O'zining o'quvchisining natijasidan endi boshqada his qilolmaydi. U hozirgi hissiyotni men nihoyatda ta'sirlandim ikkalarning hissiyotidan. Bu boya Aygul ma'lum degandek, yenzi degan bu naqshini nurg'un cho'ng naqshchilar, nurg'un kasbiy yaxshi munavvar naqshchilar xuddi ashundoq degandek erkin parvoz shu tuyg'ularni, shu qarlig'ashliq his tuyg'ularini shundoq yaxshi ifodalab aytgan yaxshi naqshchilarimiz ko'p. Ammo Aygulning da'vatini sizmi ashundoq yaxshi aytdingiz, ovozingiz xuddi shu xalg'ashni parvoz qildirayotgandek ashundoq yenik bir his tuyg'ularni yaxshi ifodasini topdi deb sizningki kelgandagi ahvolingiz bilan hozirgi bu shu g'ichi bo'lgan o'g'inish natijangizki bu bir alqish, bu bir o'zgarishdan hayajonliq his qilib biraz hayajonlab qoldi. Buni yomon to'g'ri tushunimiz ustoz shogird o'tirsiz-ki bu xil shu jarayonlarga har ikkilar o'zaro guvohda, biz buni bilmaymiz. Aysugulning bu tirishchanligidan hozir maktabdagi bizning nurg'un o'qituvchilarimiz shuncha qoyilchi. O'zini shu cho'kirib bilan shunchalik jimjit holatda faqat o'zining qilish tegish ishini shundoq yaxshi o'rinlab maqdi. Ushoq so'zi yo'q, o'zining xarakteri, mijozmi shunchalik esil. Nima ishni qilish kerak, nima ish muhim emasligini shunchalik aniq bilgan. Har yili bizning maktabningki o'qish mukofotini o'qiyotdi. Bundan keyingi o'qishlaringiz texmi utuqliq bo'lsin, ufqam. Mushu holatni saqlab, oldingizga qarab mengayversangiz, go'zal kelgusi parlaq istiqbol sizni saqlab turadi. Rahmat ma'lum. Bizmi ishondik bu qizimizningki yeshiga, hozirgi bu shu o'qish tarixiga nisbatan elib aytganda haqiqatan bu Yevropa opera uslubidagi mushu ovozda yuqorisi nihoyatda go'zal, bak chiroyli, shu bekrohat elib. Hozirgi bu ahvolda shundoq yana necha yil bor? Yana 2 yil bor. Mana buniki mushu xil tirishchanlik, mushu xil yaxshi ustozlarning yetaklashi bilan bu Mayırımızda zo'r umidlarni kutar ekanmiz. Rahmat ma'lum. Qolgan gaplarni ma'lumlar bilan bag'anda asta deyishinglar, sizlarning bu mehr muhabbatinglar bizni intayin ta'sirlantirib o'tdi. Yana birdam gap qilishsanglar, men mujaqlar. Men hozir to'liqlayman. Ma'qul. Men o'quvchig'li shu rasmiy kasbiy o'quvchi qabul qilgan bu o'qituvchisiz bo'lib qoldim. Siz o'quvchi elishqimi usti bo'lib ketdingiz ma'lum. 2018 shu başta biz shu nimadan boshlaymiz? Qashqadaryo xo'tan Aqsudan boshlaymiz. Qashqadaryo
o'quv chog'il kelgan vaqtimda Asigulni men olgan. Asigulning ikki xil ovozi bor. Bir ovozda o nimani aytib berdi, o'yini jungoni musha ovozda aytib berdi. Shuning bilan yana bir milliycha ovozda Leylgulni aytib bergan. Qara. Shuning bilan yemiryapman. Lekin biz lushan qilgan bir ishimiz bor. Ikkili naqsini to'liq lushan qilib yuqori nomer bilan men akagan. Şuna Asigulni mening xil bayqash iqtidorim bor ekan va kelib shunda Aygul malini topqiningіз bu Aygul malini bo'linginingiz bu sizning yana bir cho'ng baxtingiz. Mana bugun sizning natijangizni maktabda ko'ryapman. Mishagichi kelib ko'rishning o'zimi bu buyuk bir g'alaba. Şuna Aygul malimniki sizga singdirgan ajridan men shunday ta'sirlandim, hayajonlandim. Aygul malim, men sizga rahmat aytib olay. Mana siz ashtaq Çavşan jarayonida o'quvchi qabul qilish jarayonida mishaq yaxshi moyislarni bayqab bizning maktabga akab bermisangiz, bizmi yaxshi bolalarga uchursak, bizmi o'zimizni shunday ta'laylik, baxtli his qildik ekanmiz. Men endi to'xtamay uyg'onibdiman, to'xtamay izinibdiman. Mushu izinishimning sababi nima? Shu jiq o'quvchilarga texmi ko'p bir foydam yetsam, shu o'rgangan narsamni bersamga degan narsa bor. Lekin men Italiyaga borishim sababli yana bu texnik jihatdan mening qalbimda o'tmagan nurg'un narsalarni hal qilaychi. Mushu xalqimizga eng sap bo'lgan, eng to'g'ri bo'lgan bir opera ovozini yetkazaychi, mushu mening qilalaydigan bir ishimni yaxshi bir qilib boqaychi, oxirgacha davomlashtirib boqaychi degan maqsad niyatli bilan mushu o'quvchilarimga bir foydam tegsin degan maqsad bilan chiqqan. Endi sizlar mushtaq o'quvchilarga uchursak, mushu o'rgangan narsalarimizni azdur ko'pdir ishlatalayotganmizcha, o'rgatalayotganmiz. Endi hammani o'rgatishga shundoq intilma. Lekin endi bu vaqt jarayon talab qiladigan narsa bo'lg'achqa, sadak o'quvchilarga uchurganimni mening baxtim. Sizga rahmat, Aygul malim, sizga rahmat. Bu şu ikki yil ma'lum siz uchun intan muhim insonlar ekan. Sizning umringizda janja degan bir ishkis bo'libdi. Bu qiz bolaning ota-onasi yomon, chiroyli tilaklar bilan yo'l solgan qiz bola o'xshaydi. Ta'lim aka, qarang, yaxshi o'qituvchi sizni bayqab akapti. Yana bir yaxshi o'qituvchiga erishibsiz, sizni ajoyib yaxshi tilaklarni tilab, yaxshi orzu umidlarni kutayotgan. Butun mehr muhabbatini berayotgan. O'qish putamay turib siz bunda cho'ng sahnaga chiqib, yana o'zingizning muallimlarining ajoyib cho'ng bahosiga erishishga siz ko'klatdi endi. Ko'klab ketisiz, siz xotirjam bo'ling. Lekin ko'klaydi ekanman deb yuravermang endi. Tirishing davomli. Bo'ldim. Unda bo'lsa, mana qilaylik. Mana 2 yil ma'lum siz uchun muhim ekan, siz endi nihoyatda keskinlik bilan bir qaror chiqaring. Mening tanishim Aygul malim. Ma'qul. Aysugul abla, tirishchanlik hech qachon odamni mevasiz qo'ygan emas. O'z tirishchanligingizga yarasha ustozlarni ta'sirlantirdingiz. Bizmi ham ta'sirlandik. O'zingiz sevgan kasb, o'zingiz hurmatlaydigan ustozingiz bilan buningdan keyingi san'at hayotingizda zo'r yutuqlarga erishgaysiz. Nega chiqqan vaqtda o'zimni tutib ololmay, sal hayajonlanish bo'lib qoldi. Endi buningda men o'zim tutib ololmaganligim Aysugulning bütün ota-onasiga, o'qituvchilariga, ustozlariga ham Aysugulga bugungi kunga, bugungi mushu sahnaga chiqishiga yordam qilgan barliq do'stlarga, urug'tqanlarga rahmat aytish yuzasidan ham shu Aysugulning jafosini men ko'rganligim uchun, o'zgarishlarni bilganligim uchun o'zimni tutib ololmay yig'lab ketib qoldim. Aysugul sahnada o'zini unutib turib naqsh ayta oladi. Hem mening degan talablarimni voyaga yetkazib, shundoq yaxshi o'rinlab beradi. Bu oson emas. Naqsh aytish bu oson emas. Bu nurg'un tirishchanlik, izchillik ham nurg'un kuch davomlashtirishni talab qiladigan kasb. Aysugul bardoshlik berdi. Mushu 2 yil qo'limda o'qish jarayonida nurg'un qiyinchiliklarni yengib o'tdi. Aysugul, sizning istiqbolingiz parlaq, davomli terishing. Biz faqat terishgan vaqtimizda go'zal kelgusini yaratamiz.
心上的人离开了我，一刹那地陷天落，仿佛昆仑山塌了，巨石决断了，卡卡是河，心上的人离开了我，一刹那黑云飞落，仿佛大风暴来了，冰雪摧毁了阿克塞钦的花朵，即使昆仑山塌了，纵然大风暴来了，心上的人离开了我，我还是要活着。戈壁没有了大河，草原没有了花朵，心上的人离开了我，我还是要活着。心上的人离开了我，我活着要怎么？Selamlar Ustozdlar. Ününü anladın mı? Ününü. Andan git varam sizler. Kana olacak. Turbanlardı. Özem tunuştur koysam, özem ismim Ikram, özem Turpan Toqsundun. Hammalar otuq salam. Rahmat. İkramni bugün bizni sahnada ko'rib intayin xush bo'ldik. O'zi balkim hammalar bilasizlar. Qizlar balkim Shuni aytadiganman. Shu bu Ikram ukamni biz shu Jungo qavshayinda men tunji shu chaqda uchratdim, shu chaqda ko'rdim. Ham shu tunji uchrashimizdimi men qoldirgan ta'siri intayin bek chunqurdek zo'r bo'ldi-da. Ash gitarni elibla flamenko uslubida
kirgizib manaqshini bu shaklda aytilmaganda shu vaqtgacha o'zgargan bir shakli o'zgacha xoslikqa ega bo'lgan bir uslub bilan o'zi shu yerda ijro qildi. Ayni vaqtda shu Xavshin sahnasidagi davshlarning yuksak e'tirof qilishiga, yuqori bahosiga erishdi. Cümleden men shuni ko'rib o'tirib shunchalik hayajonlandim-da. Yaman go'zal, bak esil sifat o'rnida o'tdi. Aşı ovozning bir aşı go'yin, aşı yuqori ovoz qismida jitilgan bir yeri menga shunday ta'sir qildi. Deganki naqshini men rasli bilib bilmayroq o'rildim, ammo o'rilgandan keyin shunday voy deb hayajonlandim. Ammo aşı vodishilni trio nimayo ta degan aşı sahnadagi aşı bir narsa mush naqshidan bir chiqsa ekan deb tursam oxiri chiqdi. Ikkinchi kuvvetning avjida yana aşı ovozni shunday o'ziga yarashgan naytdi bir yerlarda shunday odamga ta'sir qildi bu. Rahmat. Sizlar endi Mevlam bilan konuğu deyman. Ha biz Mevlam bilan 10 necha yil bo'ldi. Konag'ina. Bizning sahnamizga qanday bir sabablardan bir qadam tashrif qilgan debagina. Shu Shanxayda uzun yil bo'ldi, uzun 21 yil bo'ldi men yashab turayotganimda. Shu ipak yo'l sadosini doim ko'rmay shu ustozlarga kelib bir salom qo'yaman. Ve şunda yaxshi chiroyli. Bu naqshini men sening aytganing mush tunjiq etmanlayapmanmi? Ana deyishga aytmaylar. Bu naqshini shu men aytgan. Tekstini to'liq putashovlar anoninkin va ayni Jungwo mushlarniki tekstini yozgan adamniki naqshkan to'q men o'zim bilan chiqib. Yaqin taqatdiq bu naqshni. Shunga anlamadim-da, men aytgan naqshlarni hammani bildan tursam. Ya bu tekstimiz bek zo'rki. Ahangni o'zing yozding-da endi. Bu ukam o'zi ishada turib abay dedim ha. Bir kuni. Bir kuni ablat degan. Shu hozir jahonning nerede bo'lsa, bu texniklar ilg'orlashib ketdi. Bu ukam Shanxayda turib men uchun musiqa yozdi-da, musiqa ishlab beralaydi. Bu ancha-muncha aloqalashdik. Bunun etrafında bir küçük bir neçe balla vardı. Muzikantlar. Özün ansamblida. Bular midi oynamaydı qallardan bular. Ras müzik çaldı qallardan. Ben küçükke. Ben bir neçe müziklarni bu ukamga tapşırgan. İvetipedi. Hozir şu ovozga aldigan fursat olmay shuna qilyapmiz. Bugun har birimizdan ol so'rab, ballarga ilhom bo'lsin, madad bo'lsin deb Meşe keginiga intan hoş bulduk. Kulun köksünde. Müş keginti bu sen bir 15-10 gün turqasan biz için kaç bulur de. Bir ayıl turup ketmeyem. Aldırmay bir günü damagan gün futbollarımız sunu bilen deyiş bakmayımız mı? Buldu aynen. Ama uzun cevap gitti çö. Xo'p, rahmat ukam, sana rahmat. Bek hoş oldu arkadaş. Sizlarning doğğuninglar bizning mush mayirlag'im bek cho'ng ilhom bo'ldi. Abay men anglagan vaqtimda Vah, həcəb, hər bir avaz bilan yana bir avazның aralığındakı hissiyatlarni shunchalik yaxshi, pek inchika holatda cho'liy qilibdi deb shuna xo'sh bo'lib, həcəb to'lg'an naqshchiga agar bundan ko'p vaqt ketsa bundan boshlanib qoladi. O'rlib qarsam sizgansiz. Zodi men hozir his qilganim endi, agar bizning o'quvchilarimizning, mayirlarimizning shunday bir inchikilik bo'lsa, shunday bir mas'uliyat tuyg'usi bo'lsa, yangi asarlar bo'lsa-mu, o'zi ashuna o'rnash jarayonida ashuniki shijelarga bek diqqat qilib Dolqun siman alatni chiqara oladigan bo'lsa, uningda bek yaxshi bo'ladi-ku. Sizlarning kelganinglar bizga salom bo'lsa, shu maylarimizga nisbatan bir cho'ng bir uyg'unish bo'lg'udak. Bek rahmat sizga. Rahmat. Ikram endi gapni yig'ib kelgan vaqtida sen shu do'stlaring bilan birga shu sahnada yangi bolalarga ma'lum bo'lgan adam. Bugun nayt kamtarlik bilan yana shu bolalarni o'zining do'stlarini akıllarını ustaz deb bir şey kelganning o'zi sening yaxshidan bo'layotganligini ifodalaydi bo'ladi. Men bunga ayt xush bo'lib ketdim ekan. To'g'ri adash. Bizning sahnamizning bizning shon sharifimiz. Rahmat do'stim. Rahmat. Amisa biz sen bilan hozircha mushundoq qo'shilishimiz ekan. Bildi. Keyin asta aldırmay, paylaşamayızmı? Bilib turibmiz. Naqshni anglaylik. 大家好，我是开有三儿杜丽坤，来自新疆乌鲁木齐，今年29岁。 Yaxşımsızlar köpçülük, ben Kevser Dolqun, turuşluq ornum Şinjan Ürümçi. Özümün asli yurtda Xotan Qarqashdan.
Kichik vaqtimda tatib apam dadam ikkalasi san'at umehda ishlagan. Shularning ta'siridan dadam dutor chalsa men naqsha aytdim. O'zimning shu yaxshi ko'rishi bilan 2009-yili Xinjiang san'at instituti, musiqa fakulteti, musiqa ma'rif kasbiga qabul qilindim. 2014-yili muvaffaq holda o'qish tamomladim. 2014-yildan taki hozirgacha egilik tiklash yo'lida izinib kelyapman. Biroq mushu jarayonlarda o'zimning kasbini qilamaganligimdan intan ko'nglim yerim. Bu qatimliq Ipak yo'li sadosi programmasi orqali o'zimdagi kamchiliklar qaysi, ortiqchiliklar qaysi, shuni bir tanlab ko'rish uchun bu program qatnashishga qaror qildim.
Alaykum dostlar. 4 ustoz, boş vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Mana bu keyingi vaqtlar xayrlik bo'lsin bo'lmamda. Unda xotirjam bo'ldi. Siz Urumchidan, ha? Hozir xizmat o'rnim Urumchida. O'zimning yurtda sal murakkab. Dadam Xotan Qarqashdan, apam Aqsu Uchturpandan. Moy ishni ko'mamdigan. Dadamlarning bundan ishlavdi. Yaxshi. Yaxshi. Unda bo'lsa siz hozir Urumchida xizmatda. Nima xizmatda? O'zim shirkat tashqan. O, tayyor bo'larkan. Navbatga. Ha, bo'ldi. Men ko'rdingiz Aygul ma'lum sizga o'rindiq aylantirdi. Ma'lumingizning fikrlarini bir anglayli, ha? Bo'ldi. Beşide başlagan azraq ciddiyetçilik bo'ldi. Avazlar sal dasimigan, anandan keyin o'zingiz erkin qo'yib tamga yala bo'ldi-yu, lekin ikkinchi kupletdan boshlab xilli rohat holatga o'tgandingiz. Ikkinchi kuplet menga shuna ta'sir qildi. Shuningga ham ovozingiz shundoq tatliq, inchikka, ham alaqay puraqlarni shunda joy-joyiga opirvatsiz, uning ustiga nafaslarni shunda so'zib oldigan yerlarni xili yaxshi oldingiz. Shuningga men tarbiyalab ketalaydi ekanman bu qizni degan maqsadda o'rildim. Rahmat. Ma'lumning ko'zi yetgandan keyin bu bak yaxshi bo'ldi. Siz aylangandan keyin oy shunchalik xotirjam bo'lib ketdi bu qizcha. Uning keyindik ovozi texmi yaxshi chiqdi. Endi Aygulning qo'lida siz texmi tamkin aldiraqsan emas naqshchi bo'lsiz. Attiganda naqsh etqilsam shu udarni tegiz pas qilib bu. Qoldi bayatim meni boshqa. Hurmatli Loban. Endi sizni Aygulning sahnasida kutamiz, ha? Bo'ldi. Boshqa gaplarni keyin deyishimiz. Kevser Dolqun ovozingiz bilan birlashgan. Shuni shundoq yaxshi o'rinlab berdi. Kevserning ovozi yuqori ovoz, ham shundoq inchikka, ham yig'ilgan, iniq darajasi intayin yuqori bo'lgan, sap bo'lgan, go'zal ovoz ekan. Kevser bundan keyin milliy uslubda yaxshi taraqqiy qilalaydi, milliychi naqshlarni o'zining pufurqi, o'zining ta'mi bilan o'rinlalaydi degan umid bilan Kevserga o'rildim. Kevserni Yashin guruhi qizg'in qarshi oldi.